chet el fuqarolarining noqonuniy yurganligini dokument olish uchun yanada imkon yaratish uchun amnistiyani uzaytirdi do'stlar. Kim bezda dokument yurgan bo'lsa, mana shu 30-aprelgacha edi-ku, endi shu amnistiya uzaydi. Video davomida qaysi cheslagacha ekanligini ham aytib o'taman. Undan oldin esa do'stlar, men xursand qiladigan yangilikni birinchi qatorda sizlar bilan bo'lishyapman va like tugmachasini bosib qo'yinglar. Bu yangi kanalimiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Eski kanalimizda 150 mingtaga yaqin obunachiimiz bor edi. Ushbu kanalda ham obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Yaxshi yangiliklarni, dolzarb bo'lganlarini, eng kerakli bo'lganlarini, asli hammasi kerak, eng haligi muhokamaga sabab bo'layotganlarini kanalda vaqti bilan yetkazib borishga harakat qilyapmiz va yaqin kunlarda mutaxassislarimiz bor va shu mutaxassislarimiz bilan stor atrofida jonli efir o'tkazamiz. Ushbu jonli efirda barcha savollaringizni berishlaringiz mumkin va 15-20 daqiqa, balki yarim soat cho'zilar savollarning ko'pligiga qarab. Xullas, foydali bo'ladi degan umiddaman do'stlar. Hozir kommentariyada yozib qo'yaveringlar, qanaqa savollaringiz bo'lsa, emotsiyalaringizni yozib qo'yinglar. Xullas, Rossiya hukumati mana shunaqa bez dokumentlarga amnistiyani uzaytirdi. Buni sababini ham endi har kim har xil tushunishi mumkin. Shuning uchun kommentariyada u gaplarni ham yozib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Iltimos, rembola dokument qilinglar. Mana shu bez dokumentlarning hisobiga, bez dokumentlar ko'pligi uchun ham Rossiyada qonunlar kuchaytirib, murakkablashib, qiyinlashib boryapti. Bu narsani Vastrikin ham aytib o'tirgandi, Kolokoltsev ham aytdi, Ichki ishlar vazirligi tomonidan ushbu narsalarga ham urg'u berilgandi. Xullas, kim bez dokument yurgan bo'lsa, endi 30-aprelgacha edi-ku, bilsizlar, 11-26 qaror o'sha 1-yanvardan 30-aprelgacha bez dokument yurganlar dokument qilib olsin. Keyin 30-apreldan keyin deport bo'ladi, reyestrga tushadi. Xullas, 3 oy yursa, bez patent 9 oy O'zbekistonda bo'lishi kerak bo'lib qolgan, bo'lishi kerak degan narsalar asoslab bor edi qonunda yozilishi bo'yicha. Endi esa ushbu qaror 10-sentyabrgacha uzaytirildi. Demak, o'sha 30-aprelgacha emas, endi 10-sentyabrgacha kim bez dokument yurgan bo'lsa, dokument topshirishga ulgursin. Bu narsa bir tarafdan ham to'g'ri qilindi. Sabab hozir ko'ryapsizlar. Migratsiya bo'limlarida, Saxrovada, ayniqsa Sankt-Peterburgda, Novosibirskda, Irkutsk taraflarda odamlar sutkalar, palatkalarda, mashinalarda, ko'chalarda yotyapti va ulgurmayapti. Vaholanki qonunchilikda xohlasa, xohlamasa buzilishiga mana shu harakatlar olib kelyapti. Xodimlar yetishmasligi, yo bo'lmasam Rossiyaga kirib kelgandan keyin biroz muddatdan keyin dokument topshirishga harakat qilishlar sababli ham mana shunaqa qiyinchiliklar va bir oydan o'tib ketgandan keyin shtrafga tushish, kirdi chiqdi holatlari yuzaga kelyapti. Endi esa mana shu narsalarni inobatga oldi degan o'ylab bormanda ham. Shuning uchun o'zini kim bezda kim yurgan bo'lsa, dokument qilmagan bo'lsa, ulgurmagan bo'lsa, 10-sentyabrgacha qilib uzaytirib qo'yildi. 10-sentyabrgacha mana shu deport bo'lish degan narsani oldini olish maqsadida qilindi. Ko'pchilik boshida mana shu yangilik chiqqanda aytganda, bu tuzoq, hammasi men bordim deport qiladi, yo bo'lmasam bez dokumentlarni bir joyga yig'ib deport qilish uchun aldab chaqiruv bo'lgan qaror bo'ldi bu degan gaplar ham bo'ldi. Lekin juda ham boshda statistika bo'yicha 20 ming atrofida chet el fuqarolari mana shu bez dokument yillab, 5 yil, 10 yillab, 4 yillab bez patent, bez propiska yurganlar dokument qildi, shtrafini to'lab, hattoki pasporti yo'qlar ham konsulstvo, posolstvolarga borib, pasportni olib, kirdi chiqdi qilgani ham bo'ldi, kirdi chiqdi qilmasdan turib ham patentga topshirganlar bo'ldi, ekzamindan o'tgandan keyin. Mana shunaqa imkoniyatlar bo'ldi haqiqatdan ham. Prosta bizani xalqimizda dedi degan gap ko'p. Mana shu sababli ham odamlar birimizni gapimizni ko'pirtirib, bittasi dedi desa, bittasi palon qildi, bittasi palon qildi, xullas ko'tarilib ketaveradi-yu, gap kattaga aylanadi. Bu o'sha qo'rquvga olib kelganligi va ko'pchilik dokument qila olmaganligi. Shuningdek, migratsiya markazlarida mana shu sutkalab yotishlari, ulgurmayotganlari, xodimlarning Rossiya tomonidan yetishmasligi ham sabab bo'lib kelyapti va ushbu narsani imkoniyatga olib, hukumat Qirg'iziston tarafdan iltimosnomani qanoatlantirdi. Bu faqat Qirg'iziston fuqarolariga emas, yana bir marta aytaman, O'zbekiston, Tojikiston, xullas patent bilan ishlayotgan barcha fuqarolarga tegishli. Faqatgina Turkmaniston fuqarolari viza haqida hozircha yangiliklar bugun chiqdi. Bu narsa haqida ham albatta aytib o'taman. Turkmaniston fuqarolari haqida vizani ham onlayn olish
imkoniyati paydo bo'lyapti Qirg'izistonda. Bular ham onlayn platformalarga, kommunikatsiyalarga ulanib, xullas yengilliklar bo'lyapti ularga ham, Turkmaniston fuqarolariga. Xullas, Rembola dokument qilib olinglar. Kimdingiz dokument yurgan bo'lsa, o'ylayman bu yangilik xursand qiladi degan umiddaman. Bizda dokument yurganlarni 10-sentyabrgacha polni period hamma ulguradi, xudo xolasa. Bizda dokument yurganlar va patent olib olasizlar, xudo xolasa do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Volgograddan kirib chiqdi kerak bo'lsa, pastdagi ekranlarga qo'ng'iroq qilinglar. WhatsApp, Telegramlarimiz har doim ishlaydi. Murojaatlaringizni, savol-javoblaringiz bo'lsa ham albatta vaqti bilan javob berib, hammasiga ulguramiz degan umiddaman do'stlar. Xayr, salomat bo'linglar. Yaxshi yangiliklarda, yaxshi mana shunaqa efirlarda xursand qiladigan gaplar bilan sizlarni chiqishda davom etamiz. Obuna bo'lib qo'yish va like tugmachasini bosishdan chiqmasinlar. Sog' bo'linglar.